Assalomu alaykum azizlar do'stlar, biz titim o'ynaymiz. Sado bilan o'ylab ketdi. Do'stlar bilan o'yin ko'rsatamiz. Sado bilan ikkinchi raund bu. Birinchi raundda men yutgandim. O'tgan safargi videoda bu qanday o'ynayapti? U qiysalik qilyapti-ku. Qiysalik bilan yutishni men ham bilaman. Ha, to'g'ri. Qanday o'ynayapti? Bunishlar qani? To'xtab tur. Bunishlar o'tma Sado. O'tma. Bu o'yin qilyapti-mi? 15%ni chiqarib oldi. Zobitga hech qachon buncha xavf to'lanmagan. Agar 2000 bochkani ko'rdirib bersangiz, so'z beraman. Keyingi safar kema kapitani bo'lasiz. Avval ham so'z berganingiz bermaysiz. Bu safar Bunishlar qanday o'ynayapti u? Botmisan Sado? Missing qiysalik ko'rsatma, missing o'z. Mana senga qiysalik. ular endi seni kapitanlikka olishga majbur. Aldoqchining so'zi qog'ozda ham qiymatli emas. Botmisan Sado? Sakın kemasının kapitani bo'lganingda 2 yilga kelishingga ma'lum bo'lmasdi. Bedfordlarni kemasini tekshirdi. 2 kishi halok bo'libdi. Tunni yarmigacha ham to'ydira olishmabdi. Ularning kemasida men bo'lmaganman. Bot. O'z kemamning kapitani bo'laman. Kit oluvchi kemaga. Biroq qora tuproqqa botib yashamaymiz. Menga ishon. Bu otangning so'zlari seniki emas. Nima? Yomon gap aytdimmi? Demak, ko'z ochib yashashni istardim. U hayotingiz bo'lgan. Ha, to'g'ri. Dengizni orzu qilgan. Shunaqangi bo'lgancha uni ko'ra olmadim. Zero farzandlari qanday dunyoga kelganlarini ko'rgan. Qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Kechir. Ko'z ochib yumguncha so'z beraman. Bunishlar bu qanday o'ynayapti? Ketgan paytim. Asosiysi qaytib kel. Bitta qoldi, almashtirib qo'ydi. Qasam ich. Yaxshi bo'ladi, yutyapmiz. O'g'lim, senda gap bor. Kema kapitani hech kimga do'st bo'lmaydi. Ular senga bo'ysunishi kerak. Bu vaqtda eslatib tur. Rahmat sar. Sening bobong kit ovlovchilarning eng zo'ri bo'lgan. Sen bo'lmasang, dunyo Bu bunishlar Qo'llab nomiga dog' tushirmaslikka harakat qilaman sir.
Yaratgan Parvardigor Obunaşlar. sen undan kimni yaratdi? Eng kuchli maxluqni yerga jo'natdi. Hech kimni uning qahriga duchor qilmasligingni o'tinamiz. Bandalaringni o'zing asra Parvardigorim. Farzandlarni boqish uchun bu maxluqni o'ldirishga otlanganlarni o'z panohingga asra. Ey Odam, dengizchilarning yo'liga ravo qil. Omad ularga yor bo'lsin. Katta o'ljalar bilan qaytishsin. O'lgan kimlarning yodi tufayli biz tirikmiz. Bu shaharchamiz yorug' bo'lishida va bizning millatimizni kelgusida nurli istiqbollarga eltuvchi mashina sanoatining rivojlanishida katta yordam beradi. Bu bizning kelajagimiz va rivojlanishimiz yarog'idir. Ularni o'zing asra. Amin. Zafarlari bexatar bo'lsin. Bu qaysi oy edi? Yil oxiri edi. Kemamiz oxirgilaridan biri edi. Unga taqdim bilan Barzilayni kemaga olishgandi. O'sha paytda 17 yoshda edi. Yekarsan, yotavermay tezroq ishla. Obunaşlar. Dünya korkar. Barzilay 17 yosh edi. Birga bandargohda bo'lgandik. Ikkimiz ham katta hayotni boshlashga shoshilardik. To'g'rishlaylar! Uni qarab, ularning to'nog'ichilar. Bu yo'lovchilar qanday olsa bo'larkan? Bilasanmi, avval dunyodagi eng katta maxluqni o'ldirishi kerak. Yekarsan. Buni janob Obunaşlar juda tez tugabdi vaqt. joning bormi tezroq qimirla. Endi o'rtada to'g'nog'ich bo'ladi. Sir, hammasi tayyor. Yelkanlar tushirildi. Janob Joy, bu yerda buyurtmani yarmi ekan. Bochkalarni yoniga taplayver. Seni kemadan keldigiga faqat bir narsani. Yaxshi obunaşlar. Yo'q, kemada o'yinchiz. Durang bo'ladimi deyman. Biladigan bitta odam borliginimi? Yo'q. Esushi joyida yigitlarni tanlab bo'lishganini anglatadi. Qo'ysang, Joy, men o'zgardim. Sen haqingda zabil olmading. Nahotki Mekki Joy o'z kasbini tashlagan bo'lsa. Suvdek tozaman. O'yinchiz nima deydi? Cherkovdek tinchman. Yaxshi obunaşlar. Ana endi o'zing ishlaymiz. Bunday kapitan bilan 2 kundan ortiq tinch bo'la olmaysan. Omadingni bersin. Endi o'zing ishlaymiz. Oyim Jace. Biz orolga mos emas. Shunday. Yaqinda orolni tark etaman. Nasib qilsa o'z uyimni topaman. Bu kutilmagan sovg'a bo'ldi. Odatda kapitan katta yordamchini o'zi tanlaydi. Tajribali kapitanlar tanlashi rost. Lekin kema egalarini ham shunisi bo'ladi. Ular mablag'i baquvvat erkak qo'lida bo'lishini afzal ko'rishadi. Albatta, ehtiyot chorasini ko'rish. Sardor. Mayli, agar xatoyimni sezsangiz sekingina Sardor. gap bo'lishi mumkin emas. Sardor. Men videoga olib turdim. Ana endi videoga qo'yaman. YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga qo'yaman. Mayli, hozir mana shu 9 tarixda ham qo'y. Bo'ldi. Ertaga qo'yaman bunisini. Hozir kech bo'ldi. Hozir mana 9 tarix bitta o'ynaylik. Bo'pti, videoga O'shani olma. qo'yasan. Ya, bo'ldi, sen yutding mana o'bashlar. Sardor to'ldig'icha yutdi. Boshimni og'ritmasin maktabda ham. Bo'ldi, Sardor sen yutding. To'lg'icha sen yutding. O'shani qo'y 9 tarix. Videoni anonsi yetmaydi, nima edi? Vaqti yetmaydi. Hozir qo'yay. Bo'pti. Mayli, birinchi o'yini olaylik. Bo'ldi, Sardor sen yutding. Sen zo'rsan, sen yutding, bo'ldi. Bo'pti, videoni o'chirayapman.